Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana 10 tonnalik havuzga apalovka qilganmiz. Xudo xolasa 5 stoyka mana bo'shatilyapti. Xudo xolasa mana nomerlarimizga telefon qilaverasizlar. Bu mana 5 stoyka har qanday odam borib o'rnatib ishlatsa bo'laveradigan holat. Eng asosiysi bu havuzga armatur tashlash, rasxod unaqa narsalar ozroq bo'ladi, xudo xolasa. Sababi bu dumaloqligini hisobiga ushab turaveradi. Stashkan tagidan qo'yiladigan 3 metrga 1 metr setkalardan bunday tashlab qo'yilsa bo'ldi. O'zini o'zi ushab turaveradi, xudo xolasa. Hurmatli yurtdoshlar, manzil Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman Mozor ko'hna qishlog'i sentrida ishxonamiz. Xudo xolasa mana ko'rsatib qo'yilgan nomerlarga telefon qilsalaring ijaraga ham berilaveradi, yasab ham berilaveradi, xudo xolasa. Hoyda urasizlar. Hammalaringga rahmat. Bir suvlar rosa tiniq kelganda bitta to'ldirib qo'yilsa, xudo xolasa anchaga yetadi. 10 tonna ham endi 100 litrdan 200 litrdan ishlatsangiz ham 50 kunga yetadi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar.